ma'lumotlarni bilmasdan turib, birinchi qavatdan xonadon xarid qilmanglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Jamshid aka o'zlariga yetib kelganmiz. Namozgoh Cityda biz o'z Jamshid aka sizlarga birinchi qavatdan xona xarid qilishni 3 ta afzallik tarafini aytib o'tadilar. Shu birinchi afzallik tomonimiz, birinchi qavatdan xonadon xarid qilsangiz, bizga sokinli qavatimiz, ya'ni podval qavatimiz qo'shimchasiga bonus tariqasida beriladi. Ma'lumot o'rniga aytib o'taman, obunachilar, podvalimizni balandligi 320 ekan, davom ettiring aka. Xo'sh, ikkinchi afzallikdan biri derazalari katta-katta tushgan sokinli qavatimizga ham, ya'ni 1.60 ga 1.60 razmerda bo'ladi. Buni bemalol siz xona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. O'zbek biza yokida ortiqcha jihozlarimizni qo'yish uchun xona topa olmaymiz yokida mehmon kelgan payti yana bitta xona topa olmaymiz. Birinchi qavatdan xonadon xarid qilsalar, sizlarga ortiqcha jihozlaringizni ham qo'yishga joy bo'ladi va albatta mehmonlar uchun ham xonadon bo'ladi. Shunaqa. Uchinchi afzalligimiz esa yosh bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, to'polon qilishda sizni hech kim bezovta qilmaydi. Chunki pastki qavatingiz ham o'ziniki bo'ladi. Hozirda Jamshid aka bizada birinchi qavatda yerto'lasi bilan birgalikda sotuvga qo'yilgan 2 xonali hamda 3 xonali kvartira sotuvda bormi? Bor albatta. 2 xonalik 62 kvadrat, 3 xonalik esa 87 kvadrat xonadonlarimiz bor. Yanada to'liq ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa agar, pastda sotuv bo'limi nomerlarini qoldirib o'tdik.